Aldırıcı qadrli ko'rmanlar, sınaqlar naq maydani tomoshabinlar, ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi Tala Yulduz programmasi. Aldırıcı qadrli ko'rmanlar, sınaqlar naq maydani tomoshabinlar, Şinjan televiziya stansiyasi qurilganligining 40 yillik qizg'in tabrikni olgan mana shunday xosiyat kunlarda Tala Yulduz programmasi sizlar bilan yana yuz ko'rdi. O'ziga ishonish, muvaffaqiyat qozonishning birinchi qadami. Şan-şeref ve muvaffaqiyat amaliy harakatimiz shundaqla tirishchanlikdan keladi. Aldırıcı qadrli ko'rmanlar, ishimizga Tala Yulduz programmamiz jangovar yoshlarimizni mana bu shu ilm-fan raqobatchilikda yig'inib tavlaydi. Qanday bo'lsa, bu son programmamizga qatnashgan birinchi alayda mehmonimiz kimdir? Aldı bilan ekran qarab boqaylik. Qani ekranimizga marhamat. Assalomu alaykum bolalar. Ro'yxatlardan qancha muborak bo'lsin. Hozir ketga chaptimizni o'g'irlaymiz deb ketga tushirladimi? Voy, ya, operator va TikTokda bir vaziyatdaymi? Action! Action! Voy, selamjon. Ben sana ne dedim? Ben matematiklik hesap qilib berishga 3 ta chonki programmani oho, aysa, yanma qumda gapirgan saysa. Esimiz zaman yerda yaparimiz kelsin Allohim saysa. Tavassula qilunda bo'lsangiz birlikda qizg'in olqishlarimiz bilan bugun bu son programmamizning birinchi alayda mehmoni bo'lgan Abdurim Rahmonni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Abdurim. Programma qatnashganingizga qizg'in qarshi oldimiz. Abdurim amri hozir qadar sahnalarda nurg'un sahna obrazlarini yaratib kelyapsiz. Yoshlarimiz shundaqlar ko'rmanlarimiz sizning shu sahnada yaratgan obrazingizni nihoyat yoqtirib kelyapti. Endi shu tomoshabinlar shundaqlar ekrandagi ko'rmanlarimiz Abdurimning sahnadagi obrazlar turmushdagi obrazi o'xshashmidi? Amaliyot qandaqdir degan shu bir savol qiziqadi ekan. Ko'rib turibsizlar, mana men. Bayam sizlar ko'rgan sahnadagi o'ynalgan asarlarimiz, etotlarimiz, onundaki yaratilgan obrazlar, xalqimiz ham jamiyatda hammamiz ko'rayotgan shunday ummoq, shunday bir obrazlarni sahnalashtirib, uni komediyalashtirib, shunday bir obrazlarni yaratdik. Hammalarning yoqtirib kelayotganliklarini, qo'llayotganliklariga ko'pdan ko'p rahmat. Abdurim, yana bir savolni so'rashdan burun ekranni ko'rib boqaylik. Balkim ekranni ko'rib bo'lgandan keyin bizning sizdan nima deb savol so'raydiganimizni bilib bo'lishingiz mumkin. Qani ekranni ko'rib boqaylik. Ya'ni bu yoq bo'lsa Abdurim Rahman, bu yoq bo'lsa Qaysar Habibullah. Bana ishqillar to'g'riliq qiziqarli hikoyalar bo'lganmi? Bo'lgan. Ko'pinchalarda Balsak, kilitlam qanday olinib yaxshimi teshikni olib deb avval so'raydi va Qaysar kam yiqindim bilan ekranlarni ko'ramaydi olib ketdim. Kim? Sen Qaysar ka. Men Qaysar emas. Sen voy chaqchaqaman kamtarlik bo'lyapti sizda. O'yma chaqchaqimdan. Kamtarlikni qildim bu. U diye Qaysar, men diye Abdurim. Men operatsiya ishlayman. U Şinjan televiziyasidan ishlaydi. Sen shuni turibdi. Oy, o bu dedi. Demek Qaysar kam bilan ishimizni doim shunday o'xshatib qoldi. Shunday bir qobiliyatlik, shunday bir bilimlik, shunday bir munavvar bizningki ovoz artistimiz, shundaqlam ko'p programmalar riyosatchi qilib kelayotgan Qaysar kamga o'xshab qolganimdan intayin faxrlandim. Tomoshabinlar yuqoridan Abdurimning hikoyasini anglab o'tdik. Qaysar Habibullah nima deydi ekan? Ko'rib boqaylik. Assalomu alaykum, Tala Yulduzi programmamizning aziz tomoshabinlari. Tala Yulduzi programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim ko'rishganligimdan intayin xursandman. Mushu munosabat bilan hammalarga salomatlik tilayman. Men Qaysar Habibullah. Sahnada turayotgani Abdurim. Ikkimizga yana bir qatim almashtirib qo'ymoqlar, juma. Qarindoshlarimiz meni shu Abdurimga o'xshatib, "Voyfkam, yiliq etotni qaltisi bilan o'ynabsiz juma" dedi. Men bir gumoniy ko'z qarash bilan bular qarab bular cho'qim meni shu rayim o'xshatib qoldi deb o'ylayman. Yo'q, men u emas, men degan Qaysar Habibullah, men ovoz beraman, riyosatchilik qilaman deb shuncha tushuntirsammi, ular bir xil gumoniy ko'z qarash bilan ishonmay ketdi. Tomoshabinlar, endi Qaysar Habibullah bilan Abdurim Rahmonni farq etaldinglarmi? Xo'sh, gapni qisqa qilay. Abdurim Rahman, sana bugungi Tala Yulduzi programmasida omad tilayman. Rahmat. Tirishqin. Bugungi Tala Yulduzi programmasida yaxshi natijalarni erishib,
birinchi darajalik mukofotni olgan. Mukofotni olgandan keyin menga avat berishni unutib qolmagan. Menimcha endi ekrandagi ko'rmanlarimiz shundaqla naq maydonda tomoshabinlarimiz Qaysar Habibulloh bilan Abdurim Rahmonni aralashtirib qo'ymaydi. Abdurim, mana bugun programmamiz qatnashdingiz, endi universal savollarimizga javob bersiz. Qani, birinchi o'ringa. Marhamat. Abdurim, mana Qosibatning ichida qo'nchoqlar bor. Har bir savolga to'g'ri javob bersangiz, birdan qo'nchoqni ustol qo'ya olasiz. Mushu qo'nchoqlarning hammasini qo'lga keltirishingizni umid qilmayman-mi? Nima qo'ya olay? İlham berishim bilan oldida qo'yib qo'ysa bo'lmaydi. Ularni tomoshabinlar. İnşallah qadrli ko'rmanlar, ko'ryapsizlar. Tala YouTube programmasi. Bu san programmamizning birinchi alayda mehmoni Abdurim Rahman. Abdurim endi savolimizga javob berdi. Abdurim, birinchi savol. Birinchi savolimiz ekran qarab javob bergan savol ekan, ekranni birlik ko'rib boqaylik. Qani. Abdurim, qaysi film? Aman Nisaxon. Aman Nisaxon nomli film. Yuqorqi ko'rinishda qancha xil hayvon ko'rindi? Hayvon? To'g'ri. Ot, qo'y, bug'a. 3 xil bo'ldi. Tugdi? Tugdi? İşte. To'rt xilga jazmlashtirasiz, shundaqmi? Bir qo'nchoqqa erishdingiz. Savol. Rangli televizor ekranidagi suratlar tuvandagi qaysi 3 xil rangdagi suratlarning ustma ust tushishidan hosil bo'lgan? A. Qizil, seriq, ko'k. B. Qizil, yeshil, ko'k. C. Qizil, seriq, ko'k. Qizil, yeshil, ko'k. Qizil, yeshil, ko'k. O'zgartmaysiz shundaqmi? Yo'q. Xato olib qolsin mayli. Mayli. Qo'nchoqdan yana birisiga erishdingiz. Nima olay bolam? Tashbaqa. Umr uzun bo'ldi deyman. Shu savol ekran qarab javob bergan savolga ekranni yana bir qatam birlik ko'rib boqaylik. Qani, bu suratda amaliyotga uyg'un kelmaydigan bir yer bor. Shuni tep bersiz. Vaqt beramiz. 5 4 3 2 To'xta. 1. To'xta. Nima? Vaqt to'shdi. Nima? Nima darhol? Nima? Qo'lidagi Kutigan taxtayniki yanlış ölçüşmügen. Doğru mu tomoshabinlar? Yana qo'shaqaysiz. To'rtinchi savol. Taqqa yalmishish tanarkisida oyoqni muvofiq tanlash intayin muhim. Tuandagilardan taqqa yalmish oyoqining talabiga uyg'un kelmaydigini. A. A'lo sifatli kalta terisidan tikilgan oyoq. B. Oyoqning razmeri odatdagi oyoq bilan o'xshash. C. Charni kauchukdan tikilgan oyoq. Razmlari o'xshash. Nima uchun? Biz taqqa yalmish oyoqlarni odatda bir numar cho'nglab kiyimiz bo'layman. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Voy. Endi qo'shaqaysiz. Savollar tugadi. Abdurim endi mustakimizning o'tirg'i marhamat. Abdurim endi bundaq. Talay tomoshabindan birini tanlab bersiz. Tanlagandan keyin oldin mushu bir o'yin turimizni men so'zlab berman. Bo'lamdi? Xo'sh. Oldi bilan ekranimizdagi suratlar oylandi. Suratlar oylansin. Bo'ldi. Qani, taklifingizga marhamat. Programmamizga qatnashganingizda qarshi oldingiz. Abdurim ko'rib xushal bo'ldingizmi? Mayt xushal bo'ldim. Endi bir o'yin o'ynaymiz. Ya'ni chiroy ifodasi o'yini. Siz bizga tuandagidek chiroy ifodalarini o'rinlab bersiz. Birinchisi, Abdurimni ko'rib mayt xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib sal xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib hayronlik his qildingiz. Abdurimni ko'rib ovozli yig'lab ketdingiz. Abdurimni ko'rib ovozsiz yig'lab ketdingiz. Abdurimni ko'rib mayt ochiqlandingiz. Bir-birlab ishlaymiz. Birinchi, Abdurimni ko'rib mayt xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib sal xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib hayronlik his qildingiz. Yaxshi. Abdurimni ko'rib ovozli yig'lab ketdingiz. Qani? Abdurimni ko'rib ovozsiz yig'lab ketdingiz. Tavsiya qilmish vaqtida ishlamadim degan bo'ldi hozir. Endi Abdurimni ko'rib night ochiqlandingiz. Yaxshi.
Ya şöyle çok sevdim. Rahmet. Endi Abdurim yuqorqi chiroy ishbodlarini bizga o'rinlab berdi. Bular tomoshalar. Abdurim hozir ishimizni ko'rib, nihoyat xushal bo'ldingiz. Evet. İşkimizni ko'rib, sen xushal bo'ldingiz. İşkimizni ko'rib, hayronlik his qildingiz. İşkimizni ko'rib, ovozni shiqlab ketdingiz. Endi ishkimizni ko'rib, ovozsiz yig'lab ketdingiz. İşkimizni ko'rib, nihoyat ochiqlandingiz, urib ketmoqchimi? Nihoyat yaxshi oldi, rahmat. Shakilda rol elish oson emas, shundaqmi? Shundoq ya. Lekin ishbodingiz yaxshi oldi, jimo. Ha? Mushata taraqqisozim bo'g'dak. Rahmat. Endi biz talay darxidan bir mukofotni tanlaymiz. Abdurim, siz tanlab bering. Qani? Banan. Banan. Aziz buvoq. Bizga mukofot qo'ymangiz. Bolalar maktablarida ishlab kelayotgan Xinjiang Aziz xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan Aziz atirlarga. Qabul qilamiz. Rahmat. Abdurim, programmamizni oyoqlashmadi. Azroq dam olib tursangiz, mush ikkinchi alayda mehmonimizni taklif qilaylik. Qani, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bu ham programmamizga qatnashgan. İkinci alayda mehmonimiz kimdir? Yana bir qatim ekranimizga marhamat. Yo'q bayjon. Yoyliq tishatak chiqdi. Nima bo'ldi? 100 dan ortiq to'y to'la o'ldi. Demak, bu bizning rasmiy to'yimiz. Bir kollektiv uchun ittifoqlik intayin muhim. Qachon kelsa ko'z ishim masab Qara qaşları, budra saçları, Körsem görgüm kirledi, ama yüzleri. Qara qaşları, budra saçları, Körsem görgüm kirledi, Alma yüzleri, alma yüzleri. Mundaşka mıydı? Aydın geceler, gökyüzümüz anısı da. Mundaşka mıydı? Aydın geceler, gökyüzümüz anısı da. Aynı gün gülüp gitti, senin kılan güdek sözünle, güdek sözünle. Assalamualaikum, Akhtar. Waalaikumsalam Gülşen. Programımız qatnashchilarimizni qizg'in qarshi olamiz. Akhtar, nurg'un yoshlarimiz, nurg'un ko'rmanlarimiz sizning o'sha qora qoshlarning nomli naqsh orqali tunagan. Lekin siz ham o'sha Markaziy teatr institutini bitirib, nurg'un kinolarda, televiziya teatrlarida har xil obrazlarni yaratdingiz. Endi ko'nglinizda bunda bir tuyg'u paydo qilami? Endi men bu har xil kinolarda, televiziya teatrlarida rol oldim. Lekin endi men o'sha rollarim orqali emas, balki naqsham orqali yoshlarimizga tunildim. deb ko'nglingiz yerimlarmi? Amaliyotda aytsak, masalan, mening ras ko'nglim yerim bo'ldi.
qara qoshlarım degan naqshni yetishdim burunmi? Masalan, o'zimni naqsh yetishni yaxshi ko'ratdim. Endi ko'p filmlarda har xil rollarni ilib qilsammi, haqla ancha-muncha ko'chalarda ko'rsam, mayliqi bola yo ayliqi bola deb endi roldagi ismimni ataydi ya Navruz ya Adil ya masalan Anvar Ma'lumov bu deganda. Lekin hozirgacha masalan yana qara qoshlarim degan naqshni aytganda tunilgandek tunib qolmagancha shu vaqtda. Ta'sir uchun shu o'qirdim. Endi eng oxirida masalan bu naqshni aytgandan keyin ham ko'proq odamlar meni ham film bilan kinodikini birlashtirib, hozir haqiqatan bir tunishga boshladi. Tomoshabinlar, Baxtiyor ingliz naqshini nihoyat yaxshi aytadi. Tankaysiz ingliz naqshidan bir ko'plik o'rnab bergan bo'lsangiz, tomoshabinlar olqish. On my way to see my friends, select couple blocks away from me. As I walk through the subway, just feel about, check about me. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time, I sat off to the name, six to the number, and I take with me tomorrow night. Did you decline? I left me out there. Andi universal so'rovlarga javob bersiz. Ishonchimiz bormi? Ishonchim bor. Kiring, marhamat, Abdurimning yonida o'tirsiz. Assalomu alaykum Abdurim. Alaykum assalom. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, ko'rasizlar, Ta'la Yuz programmasi. Baxtiyor o'xshashlar, so'lga to'g'ri javob bersangiz, qo'nchoqni birini ilib ustal qo'yasiz. Qo'ya Abdurim, bir qo'nchoqni hamda oldin ola ustal qo'yib olgandan so'ng qildik. Tomoshabinlar, Chikkini qo'yib olam demam. Baxtiyorning ishini oshirish uchun bir qo'nchoqni oldin so'ng qilamiz. Ey. Andi savolga diqqat qiling. Birinchi savol. Hayotida 600 dan ortiq naqsh ahang yozib, kompozitorlar shohi deb atalgan kishi. A. Chopin, B. Schubert, C. Mozart, D. Beethoven. Schubert deyman. Shunday qilishcha. Buningki to'g'ri javob. Qo'nchoqdan bir narsangiz bo'ldi. Voy. To'g'ri bo'ldi. Ikkinchi savol. Tug'ilgan kuningiz muborak degan naqsha butun dunyoga moda bo'lgan eng ko'p o'qiladigan naqsha. Bu naqsha 1893-yili Amerikada ijod qilingan. Buning ijodchisi bo'lsa A. Amerikalik ikki o'qituvchi, B. Amerikalik ikki ishchi, C. Amerikalik taniqli kompozitor. Amerikalik ikki o'qituvchi degan javob to'g'ri. Nima uchun? Buni men bir qator to'g'ri ko'rgan bu javobni. Ko'rgan. Abdurim, agar siz bo'lgan bo'lsangiz, qaysi javobni tanlaysiz? To'g'ri javobni tanlaydim. Men balkim men undan ishchi bilan o'sha o'qituvchi ishchidan birini o'ylagan. Ammo lekin birini muqim qila olmagandim. Ammo Baxtiyor muzikada gaplashgandan keyin shu ma'noga biza qiyib ketdim endi. O'qituvchi deganda taldingiz, shundaqmisiz bu? Buningki to'g'ri javob Amerikalik ikki o'qituvchi. To'g'ri bo'ldi. Mash'un qilyapsiz. Baxtiyor uchun savolingiz ekran qarab javob berdim. So'lga ekran ko'rib boqaylik. Bu suratda nimani his qildingiz? Amaliyotga uyg'un kelmaydigan bir yer bor. Qo'nchoqni beramsa? Demayman o. Nima deyim? Men To'xta. Hozir mana bir xatolik. Men kiyim kechak bilan nima? Havo tashish to'g'ri kelmabdi. To'g'ri. Sen mesela ben diyemem filmler hayata buna dikkat etmemiz demekçi manaki hava tanışı doğru kelmedi. Yani aynı davrda hava tanışmış nima qilsin? To'g'ri mu? To'g'ri. To'g'ri bo'ldi, bir qo'nchoq erishdingiz. Yaxshi. Baxtiyor, oxirgi savolingiz. Ekran savoli. Bu savol to'g'ri javob berarsiz, Abdurim bilan tanishsiz. Qani, ekranga diqqat qiling. Baxtiyor, bu qaysi film? Rana, nima? Rana. Abdurim da xushyor. Baxtiyor javob bermaygansiz, Abdurim qo'shib ketdi. Savobasiga manda oldu. Ya kelgan savobasiga kelgan savobni o'xshamaydi.
hem raqobat maydoni bo'lgankin. Sirliq karvonga deydi. Sirliq karvon nomli film shundaqmi? Mush filmdagi qo'shkezak aytsinlarning ismini deb bera olamsiz. İsmi Maçukke Sopşkiyan. Baş, tört. Aynur bilan Maynur. Maynur. Aynur bilan Maynur. Aynur bilan Maynur. Tezimlashtirsiz shundaqmi? Tomoshalar to'g'rimi? Hazır Abdurim bilan Baxtiyorskisining qo'njaqlarni tanishib qoldik. Endi 3-chi alayda mehmonimiz kimdir? Birlikda ekran ko'rib boqaylik. Qani ekranimizga marhamat. Keling shu alayda mehmonimiz Güyar Ro'shanning sahnamizga taklif qilamiz. Qani Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Güyar programmasi qatnashchilaringizni qizg'in qarshi olamiz. Tomoshalar hozir ekranda bir rasmni ko'rib boqaylik ya. Tomoshalar bu kimdir? Güyar bu sizmi qizingizmi? Aynan. Siz qancha yoshsiz? 1 yoshlik. Güyar hozirgacha endi shu xalq naqshlarini, muqomlarni o'rnab kelyapsiz. O'zingiz endi ommabop naqshlarni aytishni o'ylab boqdingizmi? Onu o'ylab boqdim. Lekin jur'at qilolmayapman. Nega jur'at qilolmaysiz? Chunki meni xalq asosan shu ijodiy naqshlar muqom, xalq naqshi bilan to'yganlar. Shunaqa bo'lg'achqa jur'at qilib ommabop naqshni aytishga sal qo'rqib qoldim. Endi o'ylig'ingiz menimcha hammadan o'zining shu uslubi bilan taraqqisa yaxshi bo'ldi deb o'ylaysiz. Shundaqmi? Erishgan natijalaringizning ichida eng yaxshi natijangiz qaysi? Natijalarim ichida men shu san'at institutiga muqom sinfda o'qiyotgan vaqtlarim 2003-yili. 2003-yili 10-oyda tuyuqsiz maktabda men o'qitirish keldi. Maktabda bir cho'ng bir musobaqa bor, shundan tanlanganlar Yunandan mamlakatlik musobaqa qatnashib ekandim. Şunun ben neçe qatımlıq sınaq müsabaqalardan keyin axir hal qilish musobaqaga kirdim. Kirib 14 naqshning orasida 3-darajalik mukofotga erishdim. Yer qancha o'rgan Allohga javob berishni o'ylab boqqanmisiz? O'ylab boqqan. O'ylab boqqan. Degan so'zlarmi? Tindim baq. Hadi kelma tomoshalar. Aldıkla o'xshashlar Güyargimi bir qo'nchaq sovg'a qilamiz. Güyar, birinchi savolingiz diqqat qiling. Simfoniya qancha qismdan tarkib topadi? A 3 qism, B 4 qism, C 5 qism. 4 qismni. 4 qism degan javob tanlaysiz. O'zgartmaysiz shundaqmi? Buningki to'g'ri javob. Ya'ni 4 qism. To'g'ri bo'ldi, bir qo'nchaq erishdingiz. Yani birinchi qismi tez chilinadigan sonata, ikkinchi qismi osti chilinadigan lirika, mazmuni murakkabroq, uchinchi qismi o'tir suratli usul muzikasi, to'rtinchi qismi tez chilinadigan rondoliq tushirga, saltanatli ko'rinishni ifodalaydi. Ikkinchi savolga diqqat qiling. Yevropa uslubida naqsh etish eng dastlab qaysi davlatda borliq kelgan? A. Avstriya, B. Fransiya, C. Italiya. C javob to'g'ri. Italiya. Italiya shundaqmi? Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Bir qancha erishdingiz. Gap. Uchinchi savolimiz ekran qarab javob bergan savolga ekran ko'rib boqaylik ya. Bu Avatar nomli film. Savol. Qiz bilan yigit minib olgan qushlarning rangiga diqqat qildingizmi? Diqqat qildim. Qanday rang? Birisining seriq, birisining yashil. Birisining seriq, birisining yashil. Shundaqmi? Qizg'ish moyil seriq. To'g'ri, qizg'ish moyil seriq. Yana birisi yashil. Yashil. Endi to'g'ri bo'ldimi? Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Yana bir qanchaq eshitingiz. Ishkelang yetishishga oz qoldingiz. Oxirgi savolingiz ekran qarab javob bergan savol ekan. Bu savolga to'g'ri javob bersa, ishkelar bilan tanishdi.
Bu resimni bilsiz. İsmi? Mona Lisa. Kimning asari? Da Vinci'ning. Yazımlashtirsiz a? Sözümleştirme. Cevabınız doğru bo'ldi. Yana bir qo'nchoq erishdingiz. Gör, universal savoldan 5 savolga to'g'ri javob berib bo'ldingiz. Hozir qo'nchoq sanoqingiz qancha ekan? 6 shundaymi? 6. Baxtiyor bilan Abdurimning qo'nchoq soni 6 tanishib qolibdi. Boya lekin Abdurim bilan Baxtiyor nomer o'rinlab bergan. Shunlashqa bir qo'nchoqni ortiq bergan. Chiqinglar, qanday chiqirdi? Do'st, numar o'rnab Numarada bir o'rnab qo'ysin. O'rnatasiz. Qabaysizlar? Yo'q, qo'shilasiz. Qo'shilman. Unda bo'lsa qaysi naqshni o'rnab berasiz? Abdurishtoq ishlagan Ana Daryo degan naqshni o'qiray. Bo'ldi, unda bo'lsa hammamiz birlikda anglaylik qani. Yaşta kanımın gözde ağzımdan aktı şaşırdı derya Nuriyle tertip kokular bilem Cillemde kalışır Önüne şeyda Abdurim, Baxtiyor shunaqla tomoshalar. Endi 6 qo'nchoq eris bo'landi. Ha, qo'shildilar. Nima? Endi 3 nafar moyirimizning marksani tanishib qoldi. Endi har biringlar 4 savolga javob bersizlar. Savolni intayin tez so'rayman, javobni intayin tez olaman. Qani, ko'r. Marhamat, diqqat qilinglar. To'g'ri javob bersanglar, sevatdan qo'nchoq olmaysizlar. Xato javob berib qolsanglar, ustunlardagi qo'nchoqning soni ozayib mavdu. İnkasılarının intayin tez hem doğru buluşunu talep kılma. Abdurim'den başladık. Dikkat. Cungunun tunca operasyon aksaşlık kız şundak mı? Şundak. Toğra digiz parmakla otur parmakla kaysın tırnak tezüsüdü. Otur parmak. Toğra birine en uzun hayvan til ondaksa işkinci orun turduğunu için. Üç keti kılın balısı. Pasportsa hizmet orun izlandı izlandı. İzlaydı. Toğra. Başladık ha. 12 böçer çoşkilden başlayıp çoşkan izlen akılıştı şundak mı? Yap. Cevabı sorgulu yeni çeşme yüzünden başlayıp çoşkilden akılıştı. Shakespeare'nin meşhur dramisi Hamlet ki başkakman şahsı adamlık. Daniye şahsı alsın ya ki Gollandiya şahsı alsın mı? Daniye. Toğra, tümür tümçükünün tümçükü tuz bulandı ya ki aygır bulandı. Tuz. Toğra, hiçkini körgül bolmaydan bir kız mevli tarafta. Bu gilas mı ya ki encür mu? Encür. Toğra. Endi, evet, güver geldi ya. Adam bende ki en küçük sana eğiz boşluğu caylaşkan ya ki kulak kısmı var. Kulak. Toğra, onun canı birinci günü Cungana doya bayrımı günü buluştan sonra diğer halkara yaşa bayrımı şundan sonra. Cevabın sakalıp kalı yaşamalı bayrımı. Kaşı mikrodolkulu ocak sılık kızıkanda patlak giden diye ki esra ağzını saklandı. Patlak gidiyor üç kesti. Geldi adet tuzlu buldu ondan da adetin musu olağında ki mu tuzlu bulandı ya ki tuzsuz bulandı. Tuzsuz buldu adet gidek. Cevabın soğur oldu.
Hamdi, Konçak'ın sana bakaya. Yeni 1, kaslı, 2, 3, 4, 5. Abdurrahman 5'ge. Baxtiyardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi 5. Güyardan 1, 2, 3, 4. Peki bugün işte adamlar intan yaxşı oldu. Oldu da. Biz hem sizler bilen bir itot oynasak. Nayt yaxşı tamaşalar. Mana muşu aziz mehmonimiz bilan itot o'rinlaysizlar. Bir tayyorlik qo'lamsizlar. Tayyorlik qo'lib. Qani, shunlar bir tayyorlik qilinglar. Talayli tomoshabindan oldi bilan birini tanlaymiz. Aldı bilan ekranimizdeki suratlar aylansın. To'xtat. Ha, bu. Qani, Bu Toshbaqa. Qo'lingizga yo'lam. Endi Baxtiyor, Güher, men uchaylan balkim o'sha yerga yo'ldan o'tib qolgan o'tkinchilar yo'ldan ketib qolgan. Siz mushuni bir amal qilib, qaysimiz bo'lsin mayli, bir amal situatsiyangiz deysiz. Satalısanız buldu. burun ben sit bakalım. Set bakalım. Kim sit bakal? Kiyim küçük. Kim sit bakal? Ondan boşa. Mana bugün kıramatımızı köstüdüğün bir tekne hazırlattık. Başlandık. Başlayalım. Oldu mu? Xalqaro çoğ bazarının oldu. He. Konçak, taşbak satmayan taşbakalan siz. Uzun ömür görüşüne yazsın ol kılmıgan. Taşbakın yapılamaz bu. Taşbakın. Hadi mi soğuk lan siz? Ya. Ya bunu. Bu bağlı taşbak da. Bravo. Bürcük oldu da. Apla. Bir şey saklayma diğer şey bu he. Siz tıka yaşın siz. Bu ne mu? Taşbaka. Aferin siz. Ya men. Yok baldıramazsın da sanılarım var. Soğuksun. Neçko? Ezan 5 koy. 5 koy? Oy öyle oğlum. Ezan. Sütüm şundan yaxşı. Qarab bakma. Yumuşak. Almay. Pesemez. Almay. Sütümüzden apkosunuz ki bir. Eti yan japatas turuptu ben şerim. Mal degeni tut bakını, talış bakını, digeye kelgen dalımızı. Ya yaptık basırız, yaptık basırız. 5 koyun fakat şüphesiz var onda. Kilişip basar düşümenden. Ne neçko? 5 mi? Aram 5 mi? Tutmak desek var, ben bu... Minanın tutmakmazını beklesi karam. Evet. Yani amma. Koşan bol yapıyorum ben de. Ne ammay? Apkosun. Ammay. Lan mühim tutunda. Tutulur tubul. Bu ne ammay ne? O kadar eti yan kurma çöğün dersem, o mayımın sana seturmam da. Bir kere var bizden idotu okun, mama fiyatsan travmalı bir konseyden şey. Ben bunu söyledim. Ben anlasam bulandı ben anlasam. Ya anlasın olmayı da anlasın buldu. Kaç pul yok bende. Ben de bak. Başa parayı. 3 kilo yapın bana. Alır aşağı. Oho. Ben eline. Oy nakli 5 kilo getirdim. Acı ben sizin beyin. Paşa pul olmaymasın da. Oy ya ondan. Bu da kaldı ki. Teske. Endi mana mush mukofot buyumini sizlarga bermam. Sovuq qilish. Necat Yılsız Bediye Seyret Hanım'daki. Yüzgarlik e'tibor kartasi qabul qiling. Rahmat sizga, rahmat. Teşekkür ederim. Rahmat. Sefer alaydınızga rahmat aytamiz. Yana bir qatam ko'pdan ko'p rahmat vaqtni ichidan vaqt chiqarib programmamiz qatnashganlarga, mana shu tomoshabinlar shundaqla ko'rmanlarimiz nomidan sizlarga rahmat aytamiz. Bundan keyin programmamizga davomli qatnashib turgaysizlar. Albatta azroq so'g'imizda o'zimiz Şinjan Tabassum Xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan har xil CD, DVD plastinkalarni shundaqla barmoq test qatorliqlarni o'qish iqtidori ega bo'lgan eng yangi Tabassum markali DVD apparati. Qabul qilinglar. Onun başqa Abdurim bilan Baxtiyorga yana Urumchi Shoshimin 4-bino 5-qavat Marva kiyim-kechaklarini to'plab partiya tutqunda ta'minlagan Marva kiyim-kechaklari Güyarga bo'lsa Xalqaro cho'ng bozori 1-bino 2-qavat 1-230 do'kon Sofiya kiyimlarini to'plab partiya tutqunda ta'minlagan Sofiya markali kiyim-kechaklar ko'nglimiz qabul qilinglar oddiy bo'lsin.
sizlarga. Mana programmamiz oyoqni soldida har biringlar bugun programmamizga qatnashgan ta'sirotlarni so'zlab o'tgan bo'lsanglar, chiqamiz bir jumla so'zni yig'inchoqlab. Bunun ta'siratim Tala Yulduzi nima deb burun kelmaganligini degan ta'sirati bo'ldi. Pat qatnashib turganlar ham gulchani taklif qilibsizlar. Taklif qilib albatta. Hammalar qatnashib tursak, ta'lim sinab tursak. Mening ta'siratim shunda yaxshi yoshlarimizni bundan keyin tashabbuskorlik bilan Tala Yulduzi programmasiga qatnashib turishini hammamizning Tala Yulduzi programmasi bilan texmo yaqin turishimizni xohlayman. Rahmat. Rahmat. Oliy maktabdagi o'quvchilarning shunday jamiyatga bog'liq yoshlarning Tala Yulduzi programmasi orqali o'zining bilim nazar doirasini sinab o'qishni umid qilaman. Rahmat. Albatta, sizlarning bundan keyingi barliq ishlaringizga utuq tilaymiz. Xizmat shundaqla turmushingizda yangi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz. Hozirgi qadrli ko'rganlar shundaqla naqdaydan tomoshabinlar programmamizning shiori hammamizga fursat bor. Fursat tutib o'tirganlarga emas, balki izchil turishganlarga mansubdir. İnanılmaya qadrli ko'rganlar programmamizga to'r orqali ko'mak bo'lsanglar, umid sen to'r bekitib chiqsanglar bo'ladi. Sizlar programmamizga tarixi nazmlar, yanılar sizlar uchun sizlar ko'rsanglar xayr xo'sh. Xayr xo'sh.